Shohjahon Jo'rayev, sizningcha Abdurahim X Factor unvoniga loyiq ishtirokchi sifatida to'g'ri qadam tashlayaptimi? X Factorga loyiq ishtirokchi deb boshlaylik gapimni. Avvalo loyiq ishtirokchi. Mana shu hozirgacha bo'lgan ijrolari juda go'zal bo'lgan Abdurahimni. Endi hozir ozgina menga vaqt berasizlar, men tushuntiraman. Ota haqida gapirilganda o'rnimdan turib olaydi. Bu nozik masala. Hozir bu yerda qo'yilgan tarixni men bilmas edim. Alloh rahmat qilsin o'tgan otalarimizni. Sahnaga chiqqan odam tomosha qo'yib berish kerak o'tirganlarga, tomoshabinlarga. Ularga shu kerak, shu qiziq. Bizning problemamiz ularga kerak emas. Hozir Abdurahimni ayblamoqchi emasmiz. Chunki buni Abdurahim xohlab qo'ymagan bu gaplarni. Intervyu olishadi bizdan doim. Kerak payt qo'yishadi uni. Mani maslahatim Abdurahim, shunaqa holatlarda siz bu narsaga e'tibor qilmasligingiz kerak. E'tibor qilsangiz mana shunaqangi holat bo'ladi, ya'ni ovoz o'ynaydi. Sababi odam yig'layotganda ovozi o'ynaydi. Tonda turmaysiz. Masalan, men xizmatga borsam, mendan bitta ashulani so'rashaveradi. Sog'insam otajonim degan. Men uni aytmayman. Men uni aytsam, men yig'layman. Keyin birovni to'yi rasvo bo'ladi. Shuning uchun imkon boricha shunaqa emotsiyadan qochish kerak. Emotsiya odamni ovozini o'ynatib tashlaydi. Lekin hozir bu yerda bo'lgan bitta yaxshi holat bor. Ya'niki Abdurahim rol o'yna olmadi. Rol o'ynagani yo'q u. Mana shu situatsiyadan, otalarining vafotidan foydalanib rol o'ynamadi ba'zi birlarga o'xshab sahnada. Mana shunday holatda qolishingizni istardim. Ya'niki odamlarning emotsiyasiga tegib turib, ularda rahmini keltirib sahnada rol o'ynamaslik kerak. Zo'r bo'lsang, ashulangni aytib yorib qo'y. Undan ko'ra. Bitta tomoni yaxshiki, bu yigit hozir zo'rg'a o'zini ushlab, eslab, otasi bilan xotirasini yig'lab bizga ijro qilib berdi. Shuning uchun ovozi o'ziga bo'ysunmadi. Lekin bungacha bo'lgan ijrolarini eshitib kelyapsizlar-ku. Sahnada bizdan tomoshabin tomosha kutadi. Sizga maslahatimiz shu, emotsiyaga berilmang.